coming bugun sizlar bilan men profil o'ynayman. Qani bo'lmasam ketdi. Birinchi bo'lib ultimat zonada o'ynaymiz. Ketdik. Bitta ana u YouTuber ko'rdimmi sizlar? Mirazis Puguk 712 o'sha sizlar ham tanıysizlarmi? O'sha yaxshimi yo'qmi? Ko'p kishi ko'rgan bo'lsa agar ko'rganlar aytsin. Lekin obuna bo'lib qo'yinglar. Menga ham Mirazis Puguk 712 ga ham. Men o'shandan ko'rib YouTube kanal ochdim. Zemesini aytadigan bo'lsam, Mirazis Puguk 712 men oldimda o'tiribdi. Ishonmasangiz, mana o'zini gapirtiraman. Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Mirazis Puguk 712. Ana aytdim, kim bildi? Mirazis senga savol. 120 ta obunachining bor, ha? 24. Nechta video? 108 ta. 108 ta. Sana odamlar qanday qilib like bosadi, kuzatadi? Cheting bo'ldi. Oddiy. Yo'qkan uchun, ha? Yo'qkan uchun, ha? Qishloqdan ko'p, masalan, qishloqdan ko'p senga like Mirazis keyingi videomiz qanday chiqishini Bolalar eshitdingiz, mana keyingi videomni agar kutsangiz, men keyingi videomni Minecraft bilan o'tkazaman. Qani ketdik. Hey. Bu gapni kim aytdi desangiz, Mirazis Puguk 712 aytdi. Chiqdim. Mirazis, men urlasam. Ha? Men urlasam, Mirazis Puguk 712 men urlasam. Ha. Endi nima? Tamam. Qamanni qo'ydigan gap eshitganmisan? Yo'q. Qayoqqa kitob bo'lmasa men yaratgan ekanimda Mirazis. Yo'q, azzakanam. Hay. Mirazis seni ko'p kishi tomosha qiladimi? Mendan ko'p kishi tomosha qiladi. Mayda-bachalar bilan gaplashma. Yana bir ijodkorni bu yaqinda kanal, YouTube kanal ochdi. Uni ismi Timur Alixonov deb ochgan o'zining ismini. Uni ham gapirtirishim uchun yonimga o'tiribdi. Ko'p kishi uni ko'rmasa kerak. Gapirgin Timur Alixonov. Qaytib gapirish bermayman unga. Kechirasizlar. Hammangizga Timur Alixonov emas, u oddiy bitta qishlog'imizdagi bachacha, o'shacha. Mayli, hammasiga mayli. Qani o'sha oxirgi yutsam like, obuna ayamasdan bosasizlar degan umiddaman. Iltimos. Bosinglar. Like, podpiskan ayamasdan bosinglar. Yes, yutdim to'g'ri. Qurolchiliklar böyle u ekrandan chiqargan. Mayli. Like kerak emas. Obuna bo'lib qo'yinglar. Mayli, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Videomiz tugadi.